Davronjon, ko'pchilik sushi roll deganda pishmagan baliqlar yo krevetka yo lasos yo krab shunga o'xshagan dengiz mahsulotlari deb o'ylaydi. Qo'qonda jaydariq hoji akalar borda. Keyin ko'ra borib oshmi, kabobmi, sho'rvami chipga qolaylik deyishar. Shuning uchun hoji akalar qayta kelib sushi roll yeyish uchun bir narsa yechim bormi? Albatta bunga yechim bor. Restoranga kelgan mijozdan ofisiant noto'g'ri zakaz olgani uchun u insonda keyingi safar sushi roll yeyishga nisbatan ishtahasi yo'qolishi mumkin. Bunga yechim sizga yoqadigan ta'mlar bilan sizni oshqozoningizga yo'l topish. Ya'ni o'zimizga tanish ta'mlar, tovuqli, zapechonli, jareniy rollar bilan birinchi kelgan mijozga bularni tortiq qilsa, keyingi safar ham kelib yeyishi mumkin. Hoji aka, sushilarni o'zingizga yoqadigan ta'mligida yemoqchi bo'lsangiz, Zakuroda kutamiz. Videoga like bosib, barcha sushi qur tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Dastlabki ham qilib beramiz, a? Uygacha yetkazib olib borib beramiz. Kevoradigan joyi.